Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Saxiy-saxovat pesha insonlar. Shu qizim 7 yoshda, 3 ta Bu farzandim bor. kelinchakning kuyovi Bitta bolam avariyaga Xudoga tushib shukr, qaytib bo'lgan. soppa-sog'. Shu O'zi bolamni kvartirada ozgina yashaydi, ikkita 3 kasali balasi bilan bor. kasallanib qoldi. Bir qizi o'sinday Shu mugidik, qizcha mana invalid, 5 yil, kolyaskasi yo'q, kamida 5 anday yil kolyaskada olib yuradi. Litseyni ololmayapman, So'g'an tishim qiynalib yetmayapti. jatirman. O'zini invalidni kolyaska Og'ir bo'lmasa, vaziyatda qolib ketdim. ko'taruvga Erim shamam bo'lmay jatir, avtohalokatda deydi. olamdan Qizna o'tdi. dar-darmegini qarjilay, Shu jardam kerak bo'lib jatir. xodimlikda o'zini boshqara olmayapti, tursa turolmayapti, Anday. o'tirsa DTP o'tirolmayapti, o'zini mikrotsefaliya boshqarishga bo'lib kuchi og'riydi qo'y. yetmayapti. Qizi Kolyaskaga olib yuribman, ko'tarib söylemaydi, kirgizib, jurmaydi. kuchim yetmayapti. Ozgina yordam qo'llaringizdan kelsa, imkonlaringiz bo'lsa, lichinasiga, nogironlik aravasiga ozgina yordam beringlar. Kolyaskada rosa qiynalyapti. Sonday qiyin joyda bu Kolyaskada ozgina ayol o'zi kvartirada o'zi yashaydi. boshqarib o'zi yursa, ozgina o'ziga O'sha 3 kelib yil qoladi. oldin Lichinalarni kuyovi ham olishga avariyaga tushib kuchim qaytis bo'lgan. yetmayapti, So'g'an imkonim bizdan yo'q, jardam so'ragan ishlamayman, edi. uydaman. Invalidni Bitta bolam hali kolyaskasi kichkina. 250-300 dollar turar ekan. Hokimiyatga, mahallaga, hamma joyga murojaat qildim. Imkon yo'q. Yordam bermayapti. Qo'llaringizdan kelsa, uyalib, ming hijolatda sizlardan yordam so'rayapman. Общий kolyaska barini rozi bo'lsin 800 sizlardan. dollarlay Qo'llaringizdan kelsa qarshilay ko'mak bizlarga kerak bo'lib yordam jatir edi. beringlar. Biz hozir 200 dollarlay ақша jinadik. So'g'an o'tmish, agar mumkin bo'lsa, o'sha ayilgida agar laji bo'lsa qo'yib kichkina ko'mak bersak, o'ta yaxshi bo'lar edi.